Kim isteydi mana shu? Poyez yo'liga qo'yadi-ku, ana butulkani ichidagi qopqoqlarni. Buni bu videomizni o'sha 95-96 yillarni pastidagilari eslaydi. Mana shunaqa paytlarimiz bo'ladi, yoshlikda ani poyezni kutadi, necha soat bo'lsa ham farqi yo'q. O'sha lej bu o'shani tekis qolsa yoki bolg'ada yoki toshda farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham tekis qolsak, hisob o'shani o'ynashimiz kerak edi. Mana bunaqa cheka bundoq qilib cheka degan o'yinimiz bo'lardi. Tas yana ani bekimachoq keyin ani o'g'i banker degan o'yinimiz bo'lardi. Uni bu yosh erkak kishilar biladi, ko'p o'ynashgan. Keyin o'zimizcha mana bunaqa relslarga toshlar qo'yib chiqardik. Eslasanglar. O'zimizcha poyez adiramiz. Yana bo'lardi-yu. Bahor kelishini kutardik. Chiqamishlarni kuzda qattandir top kelib, bahorgacha o'sha tayyor shamol bo'lishini kutib, varanglarni yasab qo'yardik-ku. Kimniki uzun chiqsa, o'sha bizga o'sha hozirgi paytda mazza qilish, o'sha uzoqqa tochkaga chiqib, o'shani kesib olsak, bo'ldi hisob. Bizda kantixonaga borish orzu bo'ldi. Tan olish kerak. Birinchi kantixonada ochilganini eslaylar. Hozirdan ham o'chitlarga turib, mana shunaqa paytlar bo'lgan-ku. Ana ko'pchilik bolalar ham yig'ilib, eshak minadigan o'yinlarimiz bo'lardi. Ana ko'pchilik uzun eshak minni bo'ladigan bo'lsa, eshak uzuni bo'ladigan bo'lsa, ana chotda orasiga boshitib olib, shunaqa paytlar bo'lganda. Esilida bo'lmaganmi shunaqa paytlar. Bu paytda oqibatlar ham boshqacha edi-yu. Hamma bir-birini uyiga taklif qilgan, hamma bir-biri bilan ko'rishgan. Sizlar ko'rdinglarmi shu yaqin o'tada? Shunaqa narsalarni hamma shu mana bunaqa o'tib olib, telefon, korоче, aytibdi, kechgacha mana shunaqa. Bizning yoshlik paytimizda eslasanglar, o'g'il bola, qiz bola bemalol chiqib, mommosi yo'g'ida o'ynab yurardi. Ota-onasi ham indamasdi. Qo'shnilar bir-birini uyiga kirib yurardi. Umuman nima o'sha paytda endi oqibat yaxshi bo'lganmi? Bilmayman, meni yoshligim shunaqa o'tgan, sizlarning yoshliginglar qanaqa o'tgan? Kommentariyaga yozib o'tinglar. Bizning yoshligimiz shunaqa o'tgan. Bemalol hamma bir-biridan kartoshka so'ragan, piyoz so'ragan qo'shnilar oqibatli bo'lardi. Bir-birini uyida bemalol kino ko'rib ham o'tirishardi. Hozirgi paytda texnologiya rivojlanib ketdimi bilmayman, zamon tezlashib ketdimi, odamlar ham boshqacha bo'lib qolgan, odamu qanaqadir. Yo, qo'shilmaysizlar meni gapimga. Yoshligimiz bizani zo'r o'tganda, shu 95-96 ning pastlarini aytaman-da, juda ham zo'r o'tgan. Men yana yoshligimga qaytgan, agar imkoniyat bo'lganda yoshlikka qaytish, men qaytgan bo'lardim, so'zsiz.